Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomiz mana qo'chqorlarni yemlash tartibi. Mana internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, mana bu Instagram, YouTube'da ko'ryapmiz. Qo'ylarni qanday qilib yemlashyapti, qancha vi solyapti oyiga, misol uchun har xil videolar ko'ryapmiz. Endi ular orasida rosti ham bor, yolg'oni ham bor. O'shanga bir video qilishga qaror qildim. Qo'chqorlari shu ves olishi bir oyda, mana tajribadan kelib chiqqan holatda aytaman. Kimlardir oyiga 10 kilodan oladi deydi, kimlardir 7 kilodan oladi deydi. Endi boqishga ham bog'liq, avvalambor. O'shanga eng yaxshisi bularga shu imkon qadar endi biz quruq yem beramiz. Shu bug'doy, arpa, makka, kepe shunaqa narsalar beramiz. Endi bizga effekt shundan yaxshiroq bo'lgan. Endi yana bir hozir usuli chiqdi, mana bu gidroponika, undirib berish. Bu ham effekti juda yaxshi beradi. Shirasi zo'r, bug'doyni bilasizlar. Ancha shirali narsa. O'shanga gidroponika usuli ham eng yaxshi usullardan bittasi. Tajribada o'tgan. Mana bu chet el, Yevropa davlatlarida asosan shu gidroponika usulidan qo'llashadi. Mana sigirlarga sutini ko'paytiradi. Mana bu qo'ylar, mollarda go'sht yo'nalishida ham samaradorligi juda yaxshi. Effektlari juda yaxshi. Shu gidroponika usuli ham zo'r. Mana biz tajribada endi shundan o'tdiki, shu oyiga tarozi tortib, har oyda o'zimiz uchun tekshirib ko'rib qildik. O'rtacha hisobda vazn olishi 2 mahal yem berilganda, xashik beriladi yemdan keyin, obedda ham xashik beriladi, 3 mahal xashik, 2 mahal yem beriladi. Shularda har xil effektda bo'ldi, kilolarida farqlari. Misol uchun eng kami 3 kilodan ves oldi, eng ko'pi 7 kilogacha, 3 kilodan 7 kilogacha vazn oldi. O'shanga shu tajribadagi kelib chiqqan holatda o'rta hisobda oladigan bo'lsak, 4 kilo, 5 kilodan oyiga vazn olib boradi, boqishga qarab. Endi birinchi oy yemni sekin-sekin ko'paytirib borasiz. O'sha ikkinchi, uchinchi oylarda bu 1 kilo, yarim kiloga yana oshib boraveradi. Shunaqa. Qo'yda baraka bor, baraka. O'shanga qo'y boqinglar, imkoninglar bo'lsa chorva qilinglar, mol, qo'y. Alloh barakotli qilib bergan bularni. Alloh hammalari chorvalarga baraka bersin. Ishinglarga rivoj, omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi videolarni qo'yib borishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgancha bitta like bosishni unutmanglar. Bizning kanalga obuna bo'lmaganlar, obuna tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, biz chiqargan yangi videolar sizlarga birinchilardan boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.